Toshbaqa grafiga ushbu chizma kodi to'g'ri berilgan qatorni toping. Bizda mana o'ng tomonimizda toshbaqa grafigi berilgan. Bu yerda quyidagi shakl hosil bo'lgan. Mana shu shakl hosil bo'ladigan mouse kodini topishimiz kerak. Buning uchun har bitta kodni tahlil qilib ko'ramiz. Mana birinchi A javobga qaraydigan bo'lsak, bu yerda repeat takrorlash operatori 3 marta takrorlanadi. Mana bu kvadrat qaus ichidagi qadamlar. Forward bu qadam, ya'ni yurish, 40 qadam qarab turgan tomonga yurish. Left 90 bu gradus bo'yicha tashqi tomon burilish. Forward yana 40 qadam yurish, left yana burilish. Mana shu 4 ta amalni 3 martadan bajaradi. Repeat 3 bo'lgani uchun 3 marta bajaradi. Endi birinchi takrorlanishda toshbaqa qanday harakat qiladi yoki qaysi tomonga qarab harakat qiladi degan savol bu. Bizda mana savolga e'tibor beradigan bo'lsak, toshbaqa grafigi haqida gap ketyapti. Ya'ni bu o'sha Microsoft Windows logo demak dasturida bo'ladi bu. Ya'ni MS Windows logo. Endi mana shu dasturda toshbaqa doim dastlab yuqori tomonga qarab turgan bo'ladi. Toshbaqani uchi yana yuqori tomonga qarab turgan bo'ladi. Endi bizda bo'lishi mumkin, masalan, e, Scratch dasturida Scratch yoki e, Pythonda bo'lishi mumkin. Python e, Total, ya'ni bunda ham toshbaqa bor. Ya'ni bularda odatda demak toshbaqani yo'nalishi yoki sprite yo'nalishi o'ng tomonga qarab turgan bo'ladi. Endi bu bizda hozir bu yerda aytilmayapti. Ya'ni bu masalan Pythondagi kodga nisbatan olamizda, bu Pythonning sintaksisi emas bu. Ya'ni bu yozilish Pythondagi yozilish emas. Agar Pythondagi yozilish bo'lsa from, total, import deb boshlanadi. Demak o'shandan bilamizki, bu o'sha logo, ya'ni bizda toshbaqa o'ng tomonga qarab turgan bo'ladi deb bajaramiz. Lekin hozir bu yerda ya'ni o'sha bizga Microsoft Windows logo, ya'ni toshbaqa grafika haqida gap ketyapti, koddan bilish mumkin va bu dastlab yuqoriga qarab turgan bo'ladi. Endi yuqoriga qarab turgan bo'lsa, birinchi martada mana 3 marta ishlashini birinchi qadamda forward 40 degani o'sha yuqori tomonga 40 qadam yuriydi. Ya'ni toshbaqa mana shu nuqtada deydigan bo'lsak, deylik, mana shunday 40 qadam yuqoriga ko'tarildi mana. Keyin left 90 degani bu chap tomonga 90 gradusga burildi degani. Ya'ni hozir bu mana chapga buriladi. Yana 40 qadam yuriydi mana. Yana 90 gradusga buril, yana pastga qaraydi. Ya'ni bu soat strelkasiga bo'ylab burilyapti. Bir marta ishlashda mana shu holat bo'ladi. Ikkinchi martada yana forward 40, qarab turgan tomoniga 40 ta yuriydi. Left 90. Ya'ni e, bizga soat strelkasiga qarshi bo'ladi. Ya'ni chap tomoni o'zi buni mana bu tashqi tomonda. Shuning uchun mana shu holatda buriladi. Ikkinchi marta yana 40 kelib mana shu dastlabki nuqtasiga keladi va left 90 buni yuqoriga qaratib qo'yadi. Oxirgi marta, uchinchi marta ishlashda yana shuni ustidan yuriydi. Left 90 mana shu ustidan shunday kelib pastga qarab qoladi. Ya'ni toshbaqani uchi eng oxirida mana shu pastki tomonga qarab qoladi. Ana shunday kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni o'xshamadi. A javob bizni shaklimizga o'xshamadi. Keyingisi B javobni ham shunda tahlil qilib ko'ramiz. Forward 40, ya'ni yuqoriga qarab yuriydi bu 40 qadam. Mana. Keyin right 90. Demak, bu endi o'ng tomonga soat strelkasi bo'ylab ketadi. 40 yana right 90. Bir marta ishlashda yuqoriga, o'ngga toshbaqani uchi pastga qarab turgan bo'ladi. Ikkinchi martada yana shunday. Pastga right 90 bo'ladigan bo'lsa bizga chapga qaraydi endi. Ya'ni buni o'ng tomoni hozir mana bunday o'ng tomoni bizda mana bu qism bo'lib turibdi. Toshbaqa harakatlanayotganda, o'ngga burilganda mana shu soat strelkasi bo'ylab buriladi. Ikkinchi martada ham mana shunday ko'rinishda kelib yuqoriga qarab turgan bo'ladi. Toshbaqani uchi. Va uchinchi martada yana yuqoriga ko'tariladi o'ngga va mana eng oxirida pastki tomonga qarab qoladi toshbaqaning yo'nalishi. Mana shunday ko'rinishda bo'lyapti. Demak, bu ham kvadrat bo'ldi, ya'ni bizning shaklimizga o'xshamadi. C javobini qaraydigan bo'lsak, 3 marta takrorlanish forward 40. Ya'ni birinchi bo'lib bizga bu yuqoriga yuriydi. Yuqoriga yuriydi 40 ta. Right 90 o'ng tomonga qaytadi va yana 40 ta yuriydi. Mana bo'ldi. Hozircha mana shu yerga kelib to'xtab, to'g'riga qarab turibdi. Endi ikkinchi martada bu qarab turgan tomoni yana 40 ta yuriydi. Yana shu yerdan 40 ta yuriydi. Right 90 buni yana pastga burib, yana 40 ta yuritadi. Mana. Endi toshbaqani uchi bizga pastga qarab turibdi. Endi odatda 4 chiziq bo'ladi bizda. Pastga qarab turibdi. Endi uchinchi martada qarab turgan tomoni yana 40 ta yuriydi. Mana shu yerda bo'lsa yana pastga 40 ta yuriydi.
va right 90 o'ngga burib yana 40 ta yuriydi. Mana shu yerga kelib to'xtaydi. Mana toshbaqa mana bu yerda boshlab harakatni mana shu yerga kelib to'xtatadi. Ya'ni shakl mana bunday, ana shunday shakl hosil bo'ldi. Bu ham C javob ham bizni mana bu berilgani kabi bo'lmadi. Endi D javobini ko'ramiz. Forward 40, ya'ni deylik mana shu yerda toshbaqa bo'ladigan bo'lsa, bu 40 ta yuqoriga ko'tariladi mana shunda. Mana va right 90 o'ngga burildi deyapti. Yana 40 ta yur. O'ngga burilib 40 ta yuriydi. Left 90 deyapti. Endi right 90 bo'lsa pastga qarab ketadi o'zi. Left 90 bo'lsa bu yuqoriga qaraydi. Soz silkasiga qarshi bo'ladi endi. Hozir yo'nalish yuqoriga qarab turibdi. Ikkinchi marta repeat ishlaganda qarab turgan tomoniga 40 ta yur deydi. Yuqoriga qarab turgan bo'lsa, mana shu tomonga yana 40 ta yurimiz mana. Right 90 buni yana o'ngga buradi, yana forward 40, ya'ni buni yana 40 ta qarab turgan tomoniga yuritadi. Left 90 buni yana yuqoriga qaratib qo'yadi. Uchinchi marta takrorlanishda forward 40 ya'ni yuqoriga qarab turgan bo'lsa, shu tomonga qarab 40 ta yuriydi. Right 90 buni yana o'ngga buradi. Forward 40 yana bizga o'ng tomonga yuriydi. Left 90 bu toshbaqani yo'nalishini shunchaki yuqoriga qaratib qo'yadi bizga, tamom. Chiziq chizmaydi, shunchaki yuqoriga qaratib qo'yadi. Mana shu berilgan shakl hosil bo'ldi bizda. Ya'ni mana shu D javob o'rinli bo'ladi.